Yana, akam qachon kelar ekan deb so'ramadingizmi? Akangizmi? Ular hush toblagan uyga keladilar. Ular uchun oila ikkinchi darajada-yu. Lekin akamga havasim keladi. Sizda ayoli bor. Qaraganda ko'zni quvnatadi. Afsuski, shu narsalarni qadriga yetadigan odam yo'q-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ocha qolmaysanmi tez-tez? Ukamni qotib o'tdi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. O'tir, ukam, mana shunday yuz qo'lim yuvib chiqing, qari. Choy poylan to'g'irla tez-tez. Yaxshi keldingizmi, adasi? Rahmat. Ko'cha ham isiy yotibdi, ukam. Ha, nimasini aytasiz aka? Ko'cha ham 50 bo'y yotibdi. Shunaqa qizdiryapti, men ham zo'rg'a kelib oldim. Ne bir og'iz telefon qilmading, kuyovim aka deganingda osh qilib, stolni chiroyli qilib yasatib qo'ygan bo'lardi. Adasi, siz qizuvsiz, jigarni yuvib olgandan keyin kelaveradilar deb sizdan so'rab keladimi? Ukam, hozir ozgina ishim bor edi. Nima masala bo'yicha kelding? Yo'q, masala emas, просто tinchmisiz, qanaqasiz deb ko'rgani keldim-da aka. Kelib yaxshi ish qilsan, ukam. Ancha jigarchilik ham esdan chiqib qoldi. Unda mana bunaqa ish qilamiz, qara. Shanba kuni meni vaqtim bor. Bir kelsang, xudo xolasa, keling bir qo'lini o'ynatib oshqa beradi. Nima deysan, onasi? Ukangizlardan osh aylansin. Qo'llarimni o'ynatib oshqa beraman, adasi. Xafa bo'lmaysan. Shoshilib turibman. Mashinang bormi? Bor. Xolasini olib borib qo'yardim. Yo'q, bo'ldi. Bemalol yetib olavering. Kene, mashinam kaliti qolib ketgan ekan. Shuni olib bera olasizmi? Kalitingiz spalnida turibdi. Xolasangiz kirib o'zingiz oling.